Agar siz ishlagan bo'lsangiz, hozir ishlayotgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringizdan biri pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik bitta oddiy savolga aniq javob bilmaydi. Pensiya tayinlanishi uchun pensiya jamg'armasiga albatta murojaat qilish kerakmi yoki hammasi avtomatik bo'ladimi? Mana shu savol atrofida juda ko'p tushunmovchilik, kechikish, ortiqcha yurish, hatto ayrim hollarda pul yo'qotish holatlari ham uchraydi. Men bugun sizga ekspert sifatida oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? Kimlar albatta murojaat qilish kerak, kimlar shoshilmasa ham bo'ladi. Qaysi holatlarda ehtiyot bo'lish zarur va amalda nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning ota-onamiz, turmush o'rtog'imiz, aka-ukamiz, opa-singlimiz yoki o'zimiz pensiya masalasiga bir kun kelib duch kelamiz. Videoni hoziroq like qilib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar odamga aynan kerak bo'lgan paytda topilmay qoladi. Oldin pensiya masalasi deyarli to'liq qog'ozbozlikka bog'liq edi. Odam pensiya yoshiga yetyapti. Demak, u o'zi yurishi kerak. Ish joyidan ma'lumotnoma oladi. Mehnat daftarchasini ko'tarib boradi, arxivga murojaat qiladi. Ish haqi haqida hujjat topadi. Pensiya jamg'armasiga boradi, navbat kutadi. Xatolik chiqsa yana qaytadi. Ayniqsa Sovet davrida yoki 1990-yillarda ishlagan fuqarolarda hujjat topish juda katta muammo bo'lgan. Korxona yopilgan. Arxivga topshirilganmi yo'qmi noma'lum. Mehnat daftarchasida muhr xira, ishga kirgan yoki chiqqan sana noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Natijada odam pensiya yoshiga yetib ham pensiyasini vaqtida rasmiylashtira olmagan. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari raqamlashtirilmoqda, ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarga o'tkazilmoqda. Ish staji, ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar haqidagi ma'lumotlar ko'proq elektron tizimlar orqali tekshiriladigan bo'ldi. Ayrim hollarda pensiya yoshiga yetgan shaxs to'g'risida ma'lumotlar bazada mavjud bo'lsa, pensiya tayinlash jarayoni soddalashadi. Lekin bu bitta narsani anglatmaydi. Hamma odam uyda o'tirsa bo'ladi. Pensiya o'zi kelaveradi degani emas. Eng katta xato mana shu yerda. Odamlar endi hammasi avtomatik ekan deb o'ylab, hujjatlarni tekshirmaydi. Staji to'liq tushganmi? Ish haqi ma'lumotlari bor yo'qligini bilmaydi. Keyin pensiya tayinlanadigan paytda ayrim yillar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 3 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Tizimda esa 24 yil ko'rinadi. Nega? Chunki bir korxona bo'yicha ma'lumot elektron bazaga tushmagan, boshqa joyda mehnat daftarchasidagi yozuvda xato bor. Yana bir davrda ish haqi bo'yicha ma'lumot yetishmaydi. Shunda pensiya miqdori kamayib ketishi yoki tayinlash kechikishi mumkin. Shuning uchun asosiy savolga men shunday javob beraman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish har doim ham majburiy bo'lmasligi mumkin. Lekin pensiya huquqi, staj va hujjatlarni oldindan tekshirtirish deyarli har bir odam uchun juda foydali va ko'p hollarda zarur. Ayniqsa sizda eski ish joylari, hujjatlar, arxiv, mehnat daftarchasi, nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, ish staji yetishmasligi kabi masalalar bo'lsa, befarq bo'lish mumkin emas. Birinchi navbatda pensiya nima asosida tayinlanishini tushunib olaylik. Odatda yoshga doir pensiya uchun 3 ta katta masala muhim. Pensiya yoshiga yetish, yetarli ish stajiga ega bo'lish va hisob kitob uchun zarur ma'lumotlarning to'g'ri bo'lishi. Bundan tashqari, ayrim toifalarda imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi kabi alohida holatlar ham bor. Oddiy misol olaylik. Akmal aka 60 yoshga to'lmoqda. U 1905 yildan 2000 yilgacha zavodda ishlagan. 2000 yildan 2015 yilgacha xususiy firmada ishlagan. 2016 yildan hozirgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan. Akmal aka o'zini 38 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin elektron tizimda faqat 2005 yildan keyingi ma'lumotlar to'liq ko'rinishi mumkin. 1905-2000 yillardagi zavod ma'lumotlari esa arxivda bo'lishi mumkin. Agar zavod tugatilgan bo'lsa, arxiv hujjatlari topilishi kerak bo'ladi. Agar Akmal aka pensiya yoshiga yetganda birinchi marta bu masalani ko'tarsa, pensiya tayinlash jarayoni cho'ziladi. Agar u 2-3 oy oldin yoki hatto 1 yil oldin stajini tekshirtirib qo'ysa, qaysi davrlar tasdiqlangan, qaysi davrlar bo'yicha hujjat kerakligini oldindan biladi. Ikkinchi misol. Dilbar opa 5 yoshga yaqinlashyapti. U bir necha yil maktabda ishlagan, keyin farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. Keyin savdo sohasida ishlagan, keyin yana davlat tashkilotiga qaytgan. Ayollarda ish faoliyati uzilib ketgan holatlar ko'p uchraydi. Dilbar opa men baribir pensiya olamanmi deb o'ylashi mumkin.
Bu yerda staj muhim. Qaysi yillar ish stajiga kiradi? Qaysi yillar hujjat bilan tasdiqlanishi kerak? Farzand parvarishi davri qanday hisoblanadi? Bularni oldindan aniqlash kerak. Agar u pensiya jamg'armasiga yoki tegishli xizmatga murojaat qilib mavjud stajini tekshirtirsa, pensiya yoshiga yetganda kutilmagan muammo qolmayadi. 3-misol. Bahodir aka qurilishda ishlagan, lekin ish beruvchi ko'p yillar davomida uni rasmiy ishga olmagan. Oylik naqd berilgan. Shartnoma bo'lmagan. Soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinmagan. Bahodir aka hayotda 25 yil ishlab charchagan, lekin hujjatda bu yillar ko'rinmasa, pensiya hisobida muammo bo'ladi. Pensiya tizimi odamning men ishlaganman degan o'zaki gapiga emas, hujjat, bozordagi ma'lumot, mehnat daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotlari kabi dalillarga tayanadi. Shuning uchun rasmiy ishlash, mehnat shartnomasi va to'lovlarning ko'rinishi kelajak pensiyasi uchun juda muhim. 4-misol. Nodira opa pensiya yoshiga yetgan, lekin yana ishlayapman, keyinroq rasmiylashtiraman deb o'ylaydi. Bu ham ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan masala. Ba'zida odam pensiyani kechroq rasmiylashtirsa, o'ziga foyda bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda pensiya qaysi sanadan tayinlanishi murojaat sanasi, hujjat topshirish muddati kabi masalalar bor. Agar odam vaqtida murojaat qilmasa, ayrim to'lovlar bo'yicha o'zi kutganidek orqaga qaytib to'lanmasligi mumkin. Shuning uchun men hali ishlayapman degan sabab bilan umuman qiziqmaslik to'g'ri emas. Ishlash bilan pensiyani rasmiylashtirish masalasi alohida o'rganiladi. Odam o'z holatiga mos javob olishi kerak. Kimlar albatta xavotir olishi va oldindan tekshirtirishi kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida eski yozuvlar ko'p bo'lganlar. Ikkinchidan, korxonasi yopilgan, nom o'zgargan, boshqa tashkilotga qo'shilgan yoki arxivga o'tgan joylarda ishlaganlar. Uchinchidan, uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlaganlar yoki migratsiyada bo'lganlar. Beshinchidan, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiya, zararli mehnat sharoiti, ko'p bolalik, harbiy xizmat, o'qish davri kabi alohida holatlari borlar. 6-dan, ish staji yetarli yoki yetarli emasligini bilmaydiganlar. Kimlar biroz xotirjamroq bo'lishi mumkin? Agar odamning butun ish faoliyati zamonaviy elektron tizimlarda ko'rinsa, ish beruvchilar rasmiy bo'lgan ish haqi ma'lumotlari bazada mavjud, mehnat shartnomalari rasmiy, soliq to'lovlari muntazam bo'lgan bo'lsa, muammo kamroq bo'ladi. Lekin men baribir tekshirtirmang demayman. Chunki hatto zamonaviy tizimda ham inson omili noto'g'ri kiritilgan sana, familiya o'zgarishi, pasport ma'lumotlari almashishi, tashkilot stili bo'yicha xatolik kabi mayda muammolar bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida esa mayda xato ham yillarni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya tayinlanishi va pensiya miqdori bir xil narsa emas. Odam pensiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin, lekin miqdori kutilganidan past chiqishi mumkin. Nega? Chunki staj to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ish haqi ma'lumotlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayrim davrlar tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun maqsad faqat pensiya chiqadimi degan savol emas. Balki pensiya to'g'ri hisoblanadimi degan savol ham bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi borligi hamma narsani hal qilmaydi. Mehnat daftarchasidagi yozuv muhim dalil, lekin unda yozuvlar to'g'ri, muhrlar o'qiladigan, buyruq raqamlari va sanalari mantiqqa mos bo'lishi kerak. Masalan, ishga kirgan sana 1904 deb yozilgan, ishdan bo'shagan sana 1903 deb xato yozilgan bo'lsa, bu oddiy ko'rinadi. Lekin hisob kitobda savol tug'diradi. Yoki korxona muhri xira bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Shuning uchun mehnat daftarchasini uyda saqlab qo'yish yetarli emas, uni oldindan ko'zdan kechirish kerak. 3-nozik jihat. Familiya, ism va otasining ismi o'zgarishi. Bu ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Masalan, qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqqan, familiya o'zgargan, keyin yana pasport almashgan. Agar hujjatlarda familiyalar bog'lanmasa, tizimda bitta odam ikki xil shaxsdek ko'rinishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Men ko'p marta ko'rganman, odamning staji bor, lekin hujjatlardagi ism, familiya mos kelmagani uchun qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Arxiv masalasi. Ko'pchilik arxiv deganda juda qo'rqadi. Aslida arxiv bu yo'qolgan ma'lumotlarni topish uchun muhim manba. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki idoraviy arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Lekin har doim ham hamma hujjat saqlangan bo'lmaydi. Ba'zan faqat ishga kirish va chiqish buyruqlari bor. Lekin ish haqi
ma'lumotlar yo'q. Ba'zan aksincha ish haqi qaydnomalari bor, lekin buyruqlar topilmaydi. Shu sababli arxivga murojaatni oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. Arxiv javobi vaqt oladi. 5-nozik jihat. Norasmiy ish davri. Odam haqiqatan ishlagan bo'lishi mumkin. Hamma uni tanishi mumkin. Ustalar, hamkasblar guvohlik berishi mumkin. Lekin pensiya tizimida hujjatli tasdiq birinchi o'rinda turadi. Norasmiy ishlashning eng katta zarari hozir emas, yillar o'tgach seziladi. Masalan, odam 10 yil bozorda sotuvchi bo'lib ishlagan, lekin hech qanday rasmiy ro'yxat yo'q. Bugun u daromad qilgan bo'lishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida bu davr ko'rinmaydi. Shuning uchun yoshlar ham bu videoni ko'rish kerak. Rasmiy ish va to'lovlar kelajakdagi pensiya uchun foydavor. 6-nozik jihat. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Bu toifadagi odamlar men ishlayapman, demak staj ketayapti deb o'ylashi mumkin. Lekin staj va to'lovlar masalasi qonunchilikdagi tartibga bog'liq. To'lov qilinganmi? Qaysi davr uchun qilingan? Ro'yxatdan o'tgan faoliyat uzluksizmi? Bular muhim. Agar tadbirkor faqat ro'yxatdan o'tgan, lekin zarur to'lovlar bo'yicha qarzdorlik bo'lgan bo'lsa, keyinchalik savollar tug'iladi. Shuning uchun tadbirkorlar o'z shaxsiy kabineti, soliq ma'lumotlari va pensiya jamg'armasi bilan bog'liq yozuvlarni muntazam tekshirib borish kerak. 7-nozik jihat, chet elda ishlagan davr. Mehnat migratsiyasida bo'lganlar juda ko'p. Lekin chet elda ishlagan davr O'zbekistondagi pensiya stajiga qanday ta'sir qilishi har doim ham oddiy emas. Bu yerda davlatlararo kelishuvlar, rasmiy ish, to'lovlar, hujjatlarni legallashtirish yoki tasdiqlash kabi masalalar bo'lishi mumkin. Agar odam Rossiyada, Qozog'istonda, Koreyada yoki boshqa davlatda rasmiy ishlagan bo'lsa ham o'zi qo'shilib ketadi deb o'ylamaslik kerak. Hujjatlar talab qilinishi, tarjima, tasdiq, ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat. Pensiya yoshiga yetgach ham ishlash. Ko'pchilik pensiya olsa ish joyidan bo'shatishadi deb qo'rqadi. Aslida bu masala mehnat qonunchiligi va ish beruvchi bilan munosabatlarga bog'liq. Pensiya yoshiga yetish avtomatik ravishda odam ishlay olmaydi degani emas. Lekin ishlayotgan pensionerga to'lovlar, qo'shimchalar, qayta hisob kitob kabi masalalar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam ishda qolmoqchi bo'lsa ham pensiya huquqini bilishi kerak. 9-nozik jihat, murojaat sanasi. Bu juda muhim. Ko'p hollarda huquq bor. Lekin murojaat kechiksa, tayinlash sanasi va to'lov boshlanishi bo'yicha odam kutgan natija bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya yoshiga 6 oy qolganda hujjatlarni tekshirishni boshlang. Kamida 3 oy oldin aniq holatingizni bilib oling. Agar murakkab arxiv yoki chet el hujjatlari bo'lsa, 1 yil oldin harakat qilish ham ortiqcha emas. 10-nozik jihat, kimdir aytdi degan ma'lumotga ishonish. Mahallada, ishxonada qarindoshlar orasida pensiya haqida juda ko'p gap yuradi. Menga shunday deyishdi. Falonchi bo'lmasa ham bo'ldi. Pismadonchi ko'p pul oldi. Ariza yozmasang ham chiqadi kabi gaplar har bir odamning shaxsiy holatiga mos kelmasligi mumkin. Pensiya masalasida bitta odamning tajribasini hamma uchun qo'ydi deb qabul qilish xavfli. Sizning stajingiz, ish joyingiz, tug'ilgan sanangiz, hujjatlaringiz, to'lovlaringiz boshqa odamnikidan farq qiladi. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz uchun bu masalani hal qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, barcha asosiy hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, JSashir, mehnat daftarchasi, diplom yoki o'qish bilan bog'liq hujjatlar, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi guvohnomalar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, avvalgi ish joylarida ma'lumotnomalar bo'lsa, hammasini bir joyga jamlang. Hujjatlar eski bo'lsa, nusxa qilib qo'ying, rasmini telefoningizga saqlang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasi satarma-satr tekshiring. Ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, tashkilot nomi, buyruq raqami, muhr, imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, bu haqda ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar yozuv tushunarsiz bo'lsa, oldindan aniqlang. Mehnat daftarchasidagi har bir davr bo'yicha o'zingiz alohida ro'yxat tuzing. Qaysi yillarda qayerda ishladingiz? Qancha muddat? Hujjat bormi? Arxiv kerakmi? 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi tegishli elektron portallar yoki shaxsiy kabinetlar orqali siz haqingizdagi mehnat va to'lov ma'lumotlari bor yo'qligini ko'rish mumkin bo'lgan xizmatlardan foydalaning. Agar o'zingiz tushunmasangiz, farzandingizdan.
Yaqin qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimlaridan yordam so'rang. Maqsad bitta. Tizimda sizning ish stajingiz qanday ko'rinyapti shuni bilish. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatiga maslahat uchun murojaat qiling. Murojaat qilganda umumiy gapirmang. Menga pensiya chiqadimi deyishdan ko'ra aniqroq savollar bering. Masalan, mening 1997-1936 yillarda ishlagan davrim stajga kirganmi? Familiyam o'zgargan. Shu hujjatlar yetarlimi? Korxonam yopilgan. Qaysi arxivga murojaat qilaman? Yakka tartibdagi tadbirkorlik davrim hisobga olinganmi? Pensiya tayinlash uchun yana qanday hujjat yetishmayapti? Ana shunda siz aniq javob olish imkoniyatini oshirasiz. 5-qadam. Yetishmayotgan hujjatlar bo'yicha darhol harakat qiling. Agar arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, arxivga ariza yozing. Arizada to'liq ism, familiyangiz, avvalgi familiyangiz bo'lsa uni ham, tug'ilgan sanangiz, ishlagan tashkilotnoma, ishlagan yillaringiz, lavozimingizni iloji boricha aniq yozing. Masalan, men 1991-yil sentyabrdan 1998-yil iyungacha falon zavodda hisobchi bo'lib ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari hamda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma kerak deb yozish kerak. Qanchalik aniq yozsangiz. Arxiv izlashni shunchalik oson qiladi. 6-qadam. Ish haqi ma'lumotlariga e'tibor bering. Pensiya miqdori faqat stajga emas, hisob kitobga olinadigan ish haqi ma'lumotlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar faqat ish stajini tasdiqlash bilan cheklanadi. Keyin pensiya miqdori past chiqqanida hayron bo'ladi. Agar eski yillarda yuqori maosh olgan bo'lsangiz, bu bo'yicha hujjat bor yo'qligini aniqlang. Albatta, qaysi davrlar va qanday tartibda hisobga olinishi amaldagi qonunchilikka bog'liq, lekin hujjat tayyor bo'lsa imkoniyatlaringiz ko'proq bo'ladi. 7-qadam. Murojaatni yozma yoki rasmiy shaklda qoldirishga odatlaning. Og'zaki maslahat foydali, lekin muammo murakkab bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi elektron portal yoki pensiya jamg'armasi orqali yozma ariza yuboring. Nega? Chunki rasmiy murojaatga rasmiy javob bo'ladi. Agar xatolik bo'lsa, keyin uni tuzatish, yuqori turuvchi organga murojaat qilish yoki qayta ko'rib chiqishni so'rash osonroq bo'ladi. 8-qadam. Pensiya tayinlangandan keyin ham hisob kitobni tekshiring. Ko'pchilik pensiya chiqqandan keyin bo'ldi, tugadi deb o'ylaydi. Aslida siz pensiya miqdori qanday hisoblanganini, qaysi staj davrlar inobatga olinganini, qaysi davrlar kirmaganini bilishga haqlisiz. Agar sizda qo'shimcha hujjat topilsa yoki hisobda xato bor deb hisoblasangiz, qayta hisob kitob so'rashingiz mumkin. Masalan, arxivdan keyinroq ma'lumot keldi yoki eski ish joyingiz bo'yicha ish haqi tasdiqlandi. Bunday holatda qo'l siltab qo'ymang, murojaat qiling. 9-qadam. Ota-onangizning hujjatlarini bugundan tekshiring. Ko'p farzandlar ota-onasi pensiya yoshiga yetganda shoshilib qoladi. Mehnat daftarchasi qayerda? Arxiv qaysi tumanda? Familiya o'zgargan hujjat bormi? Hech kim bilmaydi. Agar ota-onangiz 20 yoshdan oshgan bo'lsa, hujjatlarni tartibga solishni kechiktirmang. Bu nafaqat pul masalasi, bu ularning qarlikdagi xotirjamligi masalasi. 10-qadam. Yoshlar uchun ham xulosa chiqaring. Agar siz hali 25, 30 yoki 35 yoshda bo'lsangiz, pensiya menga hali uzoq demang. Bugungi rasmiy ish joyingiz, mehnat shartnomangiz, soliq va ijtimoiy to'lovlaringiz, tadbirkorlikdagi intizomingiz kelajakda sizning pensiyangizga ta'sir qiladi. Norasmiy ishning bugungi qulayligi ertaga zarar bo'lib qaytishi mumkin. Har bir ish joyingiz bo'yicha shartnoma, buyruq, ish haqi ma'lumotlari va elektron yozuvlar to'g'ri bo'lishiga e'tibor bering. Endi asosiy bu savolga yana qaytaylik. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Men buni shunday tushuntiraman. Agar sizning holatingiz oddiy, barcha ma'lumotlaringiz elektron bazada to'liq, ish stajingiz aniq va hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiya tayinlash jarayoni soddaroq bo'lishi mumkin. Lekin agar siz o'zingizning stajingizga, hujjatlaringizga, eski ish joylaringizga, familiya o'zgarishlariga, arxiv ma'lumotlariga ishonchingiz komil bo'lmasa, albatta oldindan murojaat qiling. Bu murojaat sizni ortiqcha tashvishdan, kechikishdan va ehtimoliy moliyaviy yo'qotishdan himoya qiladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odamlar vaqtida tekshirgan bo'lsa, muammo oson hal bo'ladi. Masalan, bir fuqaroning 7 yillik staji arxividan topilgan bitta ma'lumotnoma bilan tiklangan. Yana bir fuqaroning pensiya miqdori ish haqi ma'lumotlari qo'shilgandan keyin oshgan. Boshqa bir holatda esa familiya o'zgarishi bo'yicha nikoh guvohnomasi yetishmagan uchun jarayon to'xtab qolgan. Hujjat topilgach ish yurishib ketgan.
Ya'ni ko'p masalalar hal bo'ladi, faqat ularni vaqtida ko'rish kerak. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shunday. Pensiya masalasida kutib o'tirish eng katta xatolardan biri. Hammasi avtomatik bo'lib ketadi deb ishonib qolmang. Elektron tizimlar yordam beradi. Lekin sizning hujjatlaringiz, stajingiz va shaxsiy holatingiz baribir muhim. Pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, kamida bir necha oy oldin hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni aniqlang, yetishmayotgan ma'lumotlarni to'plang va zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qiling. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizda yoki yaqinlaringizda pensiya rasmiylashtirishda qanday muammo bo'lgan? Staj, arxiv hujjat, familiya o'zgarishi yoki pensiya miqdori bo'yicha savolingiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman.